Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Abdurahmon, junior software dasturchiman. Demak, eslaringizda bo'lsa, biz Golang dasturlash tilini noldan o'rganayotgan edik va ushbu jarayonni YouTube ga stream sifatida saqlab olayotgandik. Va bizda ushbu jarayonda sal muammolar chiqdi, qaysiki MacBook chidamadi. Sabab RAM 8 edi. Va biz kontentni davom etish maqsadida yangi notebook olib keldik, qaysiki HP Victus va bunga Ubuntu operatsion tizimini o'rnatib, men o'sha dasturlash muhiti uchun sozlab chiqdim. Va ushbu jarayonni ko'pchilik so'radi, qaysiki kontent qilaylik, shu bo'yicha o'zbekcha dedi, chunki o'zbekcha kontent yo'q ekan hali. Qaysidir biron bir o'sha dasturchi chiqib turib, o'zini muhiti uchun operatsion tizim to'g'irlashi va basic konfiguratsiyasi haqida kontent qo'ymagan ekan o'zbek tilida. Va biz bunga qaror qildik, shu kontentni chiqaramiz. Demak, bizga bugun tajriba quyonimiz bor, qaysiki Acer Aspire va bunga biz Linux operatsion tizimini Ubuntu distrosidan foydalanamiz. Demak, bu kontent yaxshi chiqdi, davom etamiz. O'chirmang, hali bor, qarang. Demak, qaranglar. Bizda Acer Aspire bor va kerakli bo'lgan linklarni men kontentning tagiga qo'yib ketaman. Qaranglar. Bizga birinchi kerak bo'lgan narsa bu flash karta USB, qaysiki 3.0 va 8 GB da yuqori bo'lgan. Va bundan tashqari ikkita application kerak bo'ladi. Bitta qaysiki Rufus yoki Balena Etcher yoki Ventoy. O'sha applicationdan foydalangan holda siz o'sha pastga qo'ygan linkim orqali Ubuntu distrosini yuklab olib turib, flashkaga o'rnatib olishingiz mumkin. Va biz boshlaymiz. Endi pauza qilsangiz birdan davom etaman. Va bu bizda tayyor bo'lgan holati. Qaranglar. Kodni teramiz biz. Ochadigan bo'lsak, bizda mana Ubuntu operatsion tizimi va bizda o'sha hamma holat уже tayyor. Mana bu yerdan ham biza o'tkazsak bo'ladi mana. Bu Ubuntu 24.04 versiyasi. Biz mana Minecraft ham o'rnatib ishlatib ko'rdik va shu kerak narsalar ishlatib o'rnatib ko'rdik. Bizda qaranglar, agar sizlarda o'sha Nvidia yoki boshqa notebooklarning turi bor, qaysiki Ubuntu o'sha Linux operatsion tizimiga kelishadigan va kelishmaydigan. Bizda HP Victusda sal muammolar bo'lgani uchun bizda o'sha ayrim driverlar o'rnatdik va driver degan tushuncha o'z aslida operatsion tizimlarda Linuxlarda uncha-muncha kuzatilmaydi va biza o'rnatish jarayonini boshlaymiz. Demak, bolalar, bizada qaranglar, bu Acer Aspire bo'lgani uchun bizda BIOS setupga boshqacha kiriladi. Kompyuterda ikkita tushuncha bor. Qaysiki birinchisi boot menu, qaysiki siz qaysi operatsion tizimni yoqishingiz haqida tanlov, boot menu va BIOS setup bor, qaysiki siz o'sha notebookni operatsion tizimsiz bo'lgan holatini konfiguratsiya qila olasiz. Va biz bugun o'sha siz o'zingiz qidirib toping, notebookingizning nomidan, modeldan kelib chiqqan holda qaysi function keylar, qaysi o'sha funksiya knopkalar o'sha setuplarga kira oladi. Qaranglar, biza BIOSga kirishimiz kerak birinchi va biz buning uchun qaranglar, birinchi flashkani ulab olamiz biza. Flashkani laptopga ulab olamiz, qaysiki ichida operatsion tizim bor. Ulagandan keyin biz laptopni yoqamizda, Acerda F2 ekan shu. F2 ni bosib o'ynatib turamiz mana. Bizda BIOS setupga kirib beradi hozir. Mana kirdi. Endi qaranglar. Bizda information, main, advanced, security, boot bor va qaranglar. Bu yerda birinchida Windows turibdi, qaysiki Windowsni booting bo'lish menejeri va ikkinchisi bizda USB, ulagan USB'miz. Endi biz USB ni tepaga chiqarishimiz kerak, qaranglar. F5 ni bossak bizda birinchini pastga tushiradi va bu bo'yicha mana bu yerda ko'rsatma berilgan mana. F6 ni bossak tepaga chiqaradi. Biz F5 ni USB ni tepaga chiqarib qo'yamiz birinchiga va bizda boot bo'ladigan order birinchida USB turibdi va biz F10 ni bosib saqlab chiqib ketamiz bu yerdan va bizda flashkamiz boot bo'ladi. Demak, pauza qilib turamiz yongancha. Demak, qaranglar, bizda error chiqdi, qaysiki verification failed, security violation deyapti. Security violation deyapti. Demak, qaranglar, bizda muammo chiqdi. Buni to'g'rilaymiz. Notebookni o'chirish knopkasini bosib turamiz. Bu o'sha buzib boshqa narsa o'rnatmoqchisan deyapti-da, muammo chiqarib ko'rsatyapti va biz laptopni o'chiramiz qaytadan. Va qaranglar, endi qaytadan yoqib turib, biz boot menyuga qayta o'tib olamiz, chunki bizda hozir secure boot yonib qolgan, qaysiki o'sha booting jarayonida qaysi o'sha operatsion tizim yonishini qulflab qo'yilgan. Buni to'g'rilash uchun biz
securityga o'tamiz va bu yerdan disable turibdi. Mana set supervisor password security disable turibdi. O'zini to'g'rilaymiz qaranglar. Bitta bosamiz 1 2 3 4 parol qo'yib olamiz bu yerga. Testovoy 1 2 3 4. Va buni saqlaymiz. Va saqlaganimizdan keyin bizga boshqa optionlar ishga tushadi va biz buni bu yoqqa o'tamizda mana secure bootni enable emas disable qilib olamiz. Va sizlarda disable bo'lishi mumkin o'zi. Va biz parolni esdan chiqib ketib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Yana eski holatiga qaytarib qo'yamiz. Mana bizda parol o'chdi va boshqa xususiyatlari ham o'chib qoldi va biz F10 ni bosgan holda chiqib, mana F10 ni bosgan holda chiqib, saqlab chiqib ketamiz. Qaranglar. Bitta narsa mana pastda ko'rgazma berilgan, nima bo'lsa nima bo'lishi. Bularga e'tibor qilib ishlatasizlar. F10 ni bosamiz va yes ni bosamiz, bizda o'chadi va laptop qaytadan yonadi. Demak, men flashga operatsion tizimni Ventoy orqali o'rnatganman. Bu reklama emas. Demak, bizda Ubuntu chiqdi mana birinchi. Biz buni tanlaymiz, enter bosamiz va boot in normal mode ni tanlaymiz. Va bizda mana boshqa hech narsani tanlamaymiz bu yerda. Ubuntu Safe Graphics shart emas. Bizga UEFI boyaga qismga o'tib beradi. Try install qilib olamizda, biz bosib olamiz. Bizda hozir da telefonni zaryadini ko'rib olsam, hamma ko'rilmadi. Qarachi. Yonyapti. Yonish jarayoni sal ko'proq muddat oladi. Da bizda o'sha yonib bo'ldi. Sal vaqt oladi bu qismi. Demak, bizda mana mishka X bo'lib chiqdi va qotib qoldi deyman. Flashkani ehtiyot qilasizlar ushbu jarayonda va noutbuklaring zaryadga ulangan bo'lishi kerak. Buni boshida aytmoqman. Hozirlab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi agar o'sha ko'rib unutayotgan bo'lsanglar. Bizda bu qismi ham sal vaqt olyapti mana. Demak, mana bizda uje yondi ekran, ancha vaqt oldi. Qaranglar, bu yerda kutamiz. Bizga hozir o'rnatish jarayoni uchun oyna chiqish kerak. Agar chiqmasa, biz o'zimiz kirib olamiz. Mana bu yerdan bosinglar mana. Mana bu applicationga kirishimiz kerak bizga. Va bu kirib yuklanishi ham ozroq vaqt oladi. Bizda Ubuntuning eski versiyalarida boshqacharoq edi. 24 da ayrim konfliktlar bor ekan. O'sha bu ilovani ishlashida va biz buni to'g'rilaymiz hozir. Sal vaqt oladi bu qismi. Demak, qaranglar, sizlarda agar unutayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda aylanib turadi. Biz aylanib turish jarayonini olmadik, sal ko'proq vaqt oldi. Demak, birinchi tilimiz bizda ingliz tili bo'ladi. Ingliz tili va accessibility bu yaqinda qo'shilgan ekan. Oldingi Ubuntularda bo'lmas edi. Bizga 5 shart emas. Endi qaranglar, klaviaturani sinab ko'ramiz bu yerda, to'g'ri ishlayaptimi? Qaysiki ingliz tilidan foydalanamiz bu yerda ham. Va next bosamiz. Qaranglar, connect to internet bizga hozir internet kerak emas. Sababi biz basic o'rnatishimiz kerak va laptop yengil ishlash kerak. Faqat dasturlash uchun foydalaniladi. Va bizda install Ubuntu, try Ubuntu bor. Biz install qilyapmiz, hozir o'rnatyapmiz va try bu ishlatib ko'rish. Mana bu yerdan ham ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Shunda bossanglar o'zi chiqib ishlayveradi. Va biz install Ubuntu ni tanlaymiz. Va bu yerda interactive installation qaysiki for users who want to be guided step by step. Okay. Biz interaktivdan foydalanmaymiz, chunki biz oldindan Ubuntudan foydalanganmiz va bu o'sha o'rgatib turadigan yo'li o'rnatishni va biz bundan foydalanamiz bu qismida. Bizda interaktivdan foydalanamiz. Chunki bu qismiga konfiguratsiya yozilganini tashlashimiz kerak ekan, biz interaktivdan foydalanamiz. Endi default selection qarang. Sizga brauzerlar kerak, boya kanallar brauzer bo'ladi. Office dasturlar kerak emasmi? Sal vaqt oladi jarayonda. O'zim keyinroq bu narsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Shunaqa qilib. Demak, qaranglar, biz hozir default selectiondan foydalanamiz. Agar sizlarga office dasturlar va mayda-chuyda narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, extended selection tanlasanglar bo'ladi. Bu biroz o'rnatish jarayonida vaqt olgani uchun biz birinchisidan foydalanamiz. Va keyin ham o'rnatib olsanglar bo'ladi kerakli narsalarni. Qaranglar, install bu qism kerak. Bu qism kerak. Sababi bizda birinchi o'rnatilgan Ubuntu videolarni ochmaydi va bu qismi o'sha videolarni ochish uchun mayda-chuyda qismlar uchun kerak. Elementar narsalar uchun va biz next bo'lsak, bizga adashmasam internetga bog'lan dedi. Yoki demak, qaranglar. Bu yerda Windowsga qo'shib o'rnatish, diskni o'chirib tashlab qaytadan o'rnatish va manual qo'lbola o'rnatish. Biz shunda hozir 3-yo'ldan foydalanamiz. Qo'lbola o'rnatamiz. Windows o'chib ketish kerak. Ishda hamma o'chiraversin demak. Mana biz o'sha qo'l berib ana qo'yib oldik. Endi bizda quyon bu manual installationda foydalanamiz. Qaranglar. Bizda SDA disk bu qismi flash kartamiz, bilasizlar, flash kartamiz. Mana bu SDB disk,
yo'q, SDA bu notebookning o'zi ekan. Bu SDB esa flash kartamiz ekan. Mana 61 gigabaytlik flash kartamiz. Biz SDA bilan ishlaymiz, qaranglar. Mana megabaytga qarab turib topib olsanglar bo'ladi buni. Va biz hamma diskni birinchi o'chirib chiqamiz. Mana hamma keraksiz diskni o'chirib chiqamiz. Va bitta mana 512 gigabayt xotira bor. Qarang, sizga D disk kerakmi, kerak emasmi? D disk. Bo'lgani yaxshi, bo'lmagani emas. Endi farqi yo'q. Siz ma'lumotlar tursa Windowsdagi dedi. Shu olsanga deb bo'lishi masalan o'zida Da. o'zini sistemingizlari bilan aloqa turibdi. Aha. Demak, qaranglar. Bizda free space bor va biz plusni bosamiz va bizda birinchi diskimiz bo'lyapti 1 gigabaytlik, bizda VFAT bo'ladi, qaysiki bootingdagi API bo'ladi. Va men enterni bossam, menda ikkita disk chiqarib beradi, qaranglar. Ikkita disk chiqarib beradi. Birinchisi FAT32, ikkinchisi VFAT. Va biz bu o'chirib tashlaymiz, ikkalasini ham chopib olamiz qaytadan. Biz plus bosamiz free space ga 1 gigabayt va bu VFAT va bu AFI bo'lishi kerak. Bitta bosib ko'ramiz bizda. Da bo'ldi mana. Biz birinchisi o'chirib tashlaymiz. Mana bizda FAT32 da boot API qo'shildi. Bu o'sha Windows yongan, o'sha laptop yongan paytda o'sha Ubuntu'ni ulab berish qismi desak ham qo'pol bo'ladi, shunaqaroq. Va biz ikkinchi diskimizni demak 150 gigabayt bu 20 ham bo'laveradi. 20 yoki 20 emas, kamida 50 gigabayt bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Erkin ishlata olasizlar. Va bu ext4 bo'lib foydalanamiz biza. Mana formati va biz buni shunchaki slash qilib qo'yamiz. Qaysiki bu bizni C diskimiz bo'ladi Linuxda. Va keyingi qismini biz kamida 50 gigabaytini, qaranglar, kamida 50 gigabaytini biz home sifatida foydalanamiz. Qaysiki sizni desktopdagi downloads yoki dokumentlaringiz shu qismda turadi va kelasi safar operatsion tizim o'rnatmoqchi bo'lsanglar, bu saqlanib qoladi. Va bu shart bo'lmagan qismi. Biz hozir qo'shmaymiz bu narsani, chunki shart emas bizda. Buni sizlar ext4 qilasizlar, mana bu qismiga home deb qo'ysanglar, siz yerda ma'lumotlaringiz yerda turadi. Va biz shart emas bizga. Biz hozir bu diskdan D disk sifatida foydalanmoqchimiz. Qaysiki oxirgi 361 gigabayt hammasini biz D disk sifatida foydalanamiz va bu bizda nima bo'ladi, qaranglar. Bizda bizga swap ham kerak. Qaranglar. Biz swap ham qo'shib olamiz. Qaysiki 8 gigabayt. Swap area, bu qanaqa area? Qaranglar. Sizlarda Windowsda faqat RAM dan foydalanasizlar, lekin operatsion tizimda, Unix based operatsion tizimda swap area degan tushuncha bor. Qaysiki xotirani RAM sifatida foydalanish. Qo'pol tushuntirsak shunaqaroq ishlaydi va bu swap bo'ladi. Mana biz okeyni bo'lsak, bizda swap uchun ham ajratdim 8 gigabayt va qolgan diskni biz shunchaki gigabayt sifatida, mana gigabayt qilib mount point shart emas. Prosta hozir biz VFAT qilib foydalanib turamiz, mana VFAT. Demak, bu bizga D disk bo'ladi. Buni pusto qoldirsanglar ham bo'ladi, keyingi safar qo'shib olasizlar. Va bizda bu qismi device for boot joyida qoladi. Mana SDA da turibdi, qaranglar. SDB emas, SDA. Va endi next ni bosamiz. Uje o'rnatish jarayoni boshlanadi. Ismingiz? Solijon. Aha. Solijon va laptopning nomi o'zingizga qiziqadigan nima bu? O'zi qolaversin bu. Laptop. Aha. Solijon. Aspire. O'tang, bunday qilaylik. Aspire bo'lib tursin. Username Solijon. Parol, qarang, 1 2 3 4 qo'yib beraman hozircha. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Va login qilgan payt parolni so'rash kerak bizga. Qaranglar, asosiy qismi o'chirishda ko'rsatmadik, hay shart emas, keyin tushuntirib beraman nimaligini. Toshkentni tanlaymiz bu yerdan biz. Mana Toshkent desak chiqadi. Va biz o'rnatishni deyarli boshlaymiz. Demak, videoni hozir o'sha o'rnatish jarayonida qayta olyapman. Qaysiki menda sal muammo bo'libdi kontentimizni tayyorlayotganda. Sizlarga aytish esdan chiqibdi, qaysiki bizda
ushbu o'rnatish tizimi sizlarni ma'lumotlaringni o'chirib tashlaydi. Bilasizlar, chunki bizda D diskni hozir o'chirib tashladik, eslasangizlar, qaytadan yangitdan hosil qildik va ehtiyot bo'linglar. U D diskni format qilmagan holda o'sha 3 ta FEI, swap va ext4 ta tizim dasturlari o'rnatilishi uchun qoldirsanglar, qolgan qismi o'zlarining ma'lumotlaring qolaversa bo'ladi, o'chirib tashlamaydi. Faqat tanlanmagan bo'lishi kerak va o'zi inglizchada aytib turadi nima bo'layotganini. Va shu va bu bo'yicha kontent qilishim shart emas. Agar muammo chiqadigan bo'lsa, men aloqaga chiqishlaring mumkin va bu videodan biron bir zarar ko'rsanglar menga qiziq emas, chunki o'zlaring qiziqib ko'ryapsizlar. Demak, davom etamiz. O'rnatishni kutib turamiz biz. O'rnatib bo'lgandan keyin basic konfiguratsiyani amalga oshiramiz. Demak, mana bizda o'rnatish jarayoni tugallandi va qaranglar. Sizlarda mana install it and biz restart now ni bosamiz va o'zi tushuntiradi, qaranglar. Nima bo'lishini. Mana flashkani, installation flashkasi uzib tashab, keyin enter ni bos dedi. Mana biz bosdik. Va bizda Ubuntu operatsion tizimi yonadi. Bo'ldi, muammo emas. Eski laptoplarda o'rnatish jarayoni sal boshqacharoq kuzatilishi mumkin. Shunga u bo'yicha siz bemalol menga direktdan yozishingiz mumkin Telegramdan va uni linklarini men o'sha kontent tagiga qo'yib ketaman. Demak, videoni pauza qilishim shart emas ekan. Mana bizda yondi. Mana Solijon va bizda 1 2 3 4 parol. Mana parol bilib qo'ydinglar hammalaring. Enterni bosib kiramiz. Va bizda Ubuntu operatsion tizimi tada. Demak, qaranglar, Ubuntu 24 ga xush kelibsizlar. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bizda Wi-Fi ulaymiz internetga. Mana ulaganimizdan keyin bizda next bosib davom etamiz. Qaranglar, Ubuntu Pro ni enable qilyapti. Bizda Ubuntu Pro bor, lekin hozir bundan foydalanmaymiz. Va bu bizga bu qismi shart emas. Qaranglar, men aytdim, unda bosamiz, chiqib ketamiz bunda. Va biz birinchi konfiguratsiya qilishimiz kerak bo'lgan narsa, men o'zimga konfiguratsiya qilaman, aka keyin o'ziga to'g'rilaveradi. Va demak, qaranglar, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bizda Penisiga kiramiz. Mac ga o'xshatib olmoqchimiz bizda. Qora qilamiz buni, oq qilmaymiz va orqa fon, keyin Ubuntu desktopdan biz mana bu GNOME desktop environment bo'lgani uchun bizda Ubuntu bilan birgalikda ishlangan versiyasi GNOMEni sal boshqacharoq. Va qaranglar, bizda panel modni o'chiramiz. Mana panel mod kichkina bo'ldi va icon size ni kichiktiramiz. Va positionni bottom qo'yamiz. Demak, bolalar, bizni iPhone'imiz zaryadi deyarli tugadi va qaranglar, biz hozir nima qilamiz? Men ushbu operatsion tizimga OBS ni o'rnataman va OBS orqali davom etamiz. Va asosiy narsalardan biri OBS o'sha application o'rnatish jarayonini ham o'sha kontentda o'sha aynan ekranni olib turib ko'rsatib beraman. Qaranglar, hozir qilishlaring kerak bo'lgan birinchi ishlaring sizlarni shunda terminalni ochib turib sudo apt update qilishlaring kerak. Qaysiki package'larni bizga yangilab beradi. Bu yerga parolni teramiz, qaranglar. 1 2 3 4 ni teramiz. Yozilmaydi bu yerga, ko'rsatmaydi parolni va enter bossak bizda yangilab beradi va keyingi kontentimizni o'sha shu kontentning davomini hozir biza ekranda davom etamiz. Bunday qilib chuqur qilaman, hozir OBS da paydo bo'lib qolaman. Mana o'chiramiz. Davay, chao. Demak, biza mana OBS ni o'rnatib oldik va konfiguratsiya ham qildik. Hozirroq qaranglar. Bizda mana sudo apt update degan holatda turibdi va endi biz bu yerda clear ni bosib turib davom etamiz. Va bizga birinchi Firefox kerak va Firefoxda bizga videolarni ochish uchun encoder kerak. Qaysiki o'sha bizda boya o'rnatmaganmiz, adashmasam, videoni ochishni to'xtanglar, hozir tekshiraylik-da. Bizda ishlaydimi ekan? Demak, bolalar ishlaydi ekan. Yo'q, videolar ochyapti, bizga chachib ketish shart emas. Yaxshi, bu shart emas. Endi bizga GNOME extensionlari kerak. To'xtanglar, chachib ketish kerak ekan baribir. Birinchi o'rnatishimiz kerak bo'lgan narsa qaranglar. Sudo apt install GNOME Twig tool. Buni o'rnatamiz biza. Bu bizga GNOME desktop environmentini konfiguratsiya qilishda yordam beradi. Va
qaranglar, bu yerda bu mana bu utilitiesga saqlanadi. Shu qismda mana Twix va biz ichiga kiramiz. Qaranglar, bu yerda sizlar bemalol ayrim qismlarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Misol uchun kursor yoki ikonlar yoki applicationlar o'sha konfiguratsiyalar va bizda soundlar, mouse trackpadlar, keyboard qanaqa ishlashi va windowlar qanaqa ishlashi sizlar bemalol mana buni chapga o'tkazib olsanglar ham bo'ladi yoki o'ngda qolsa ham bo'ladi. Sizga qaysi ma'qul ekan? O'ngda qilaversin. O'ngda qilaversin. Hay. Demak, boshqa narsalar uje bu yerda shart emas. Startup applicationlarga sizlar o'sha yongan paytda avtomatik yonish kerak bo'lgan applicationlar qo'shsanglar bo'ladi va bizga bu ham shart emas. Endi bizda extensionlardan foydalanamiz. Qaysiki? GNOME extensions. Demak, qaranglar. ChatGPTdan biz hech qanaqa anavsiz foydalanib turamiz hozir login qilmasdan turib. Buning uchun chatgpt.com ga kiramiz. Qaranglar, GNOME extensionlar, shell extensionlari bu qaysiki? Bitta narsa qaranglar. GNOME extensionlari bitta muammosi bor. Bu zaryadni tez ketishi, RAM ni yeyishi va prosessorni sekin ishlashiga olib kelishi mumkin. Sababi bu o'sha qo'shimcha extensionlar va bizga birinchi kerak bo'ladigani user zems bo'ladi. Hozir ro'yxatdan o'tmasdan turib foydalanishimiz kerak. Ha? Bizga ro'yxatdan o'tish shart emas. Stay logged out. Qaranglar. ChatGPTdan foydalanmas ekanmiz. Hozir o'taylar. Bunday qilamiz. Qaranglar. How to install GNOME extensions. Mana bizga birinchi saytga kirib olamiz va biz qiz bola yozgan ekan, yaxshi. Qaranglar. Mana shuni nusxalaymiz, shell extensionni terminalga kelamiz, tashlaymiz, Ctrl V ni bosib, Ctrl Shift V ni bosib tashlaymiz, enterni bosamiz va bizda o'rnatib beradi. Va qaranglar, o'rnatilgandan keyin mana bu yerda extensionlar ko'rinadi deyapti. To'xtanglar, endi biz bu saytga kiramiz. Bu saytning linkini mana o'zingiz ko'rish boshlashingiz mumkin. Qaranglar, bizga o'rnatib bo'lgandan keyin biz terminalni exit bosib chiqib ketamiz va mana extensionlar paydo bo'ldi bizda. Bu extensionlar nima qiladi? Qaranglar, sizlar bemalol desktopda mana bu ma'lumotni yo'qotib qo'ysanglar bo'ladi, mana ikonlarni yoki app indikatorlarni yo'qotib qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsa uchun shart emas mana. Ko'rsanglar, mana indikatori mana yo'q bo'lib qolyapti mana. Ko'rsanglar. Ubuntu dock bor, dockni o'chirib qo'yadi va boshqa tiling assistantlar bular kerak lekin. Va biz kelamiz, qaranglar. Bizga user zemsga kiramiz. User zemsga kiramizda asosiy narsa qolib ketibdi. Adashmasam bu videoda yozilmagan u qismi. Bizda qaranglar. Ubuntu desktopda mana bu qismdan xuddi shunaqa konfiguratsiya qilib olsanglar, sizlarga dockni Macga o'xshatib beradi va bizga multitaskingdan hot corner ham kerak. Qaysiki? Mana bunday qilamizda bemalol boshqa ekranga o'ta olamiz. Va qaranglar. User zems ichiga kirdim va installni bosaman men. Mana buni GNOME extension menga o'sha applicationga tushirib beradi. Qaysiki? Bu applicationga bizda o'sha extensionni mana qo'shib beradi. Bu qo'shilgandan keyin siz o'zingizga bemalol o'sha nastroyka, o'sha qanday mavzu o'rnatib olishingiz mumkin. Va ikkinchisi bizga kerak bo'ladigani clipboard kerak. Qaysiki? Sizda nusxalangan, oxirgi nusxalangan narsalarni mana clipboard indicator oxirgi nusxalangan ma'lumotlarni sizda saqlab turadi va buni siz istagancha konfiguratsiya qilib ola olasiz. Mana bu yerda mana nusxalab olgan narsalaringiz mana nastroyka qilamiz, qaranglar. Bu yerda preview size, boshqa hamma narsamiz bor. Hozir men bu laptopimni ochib olay, ayrim extensionlar sal esdan chiqdi, o'zim o'rnatib olgan, shularni ko'ra olamiz, qaranglar. Istagancha mana bu yuzga olib qo'ysanglar, yuzga ham chiqaveradi. 100 ta ma'lumotlar, shu nusxalangan ma'lumotlar saqlab turadi. Demak, hozir o'zimga ochib olayda. Extension. Keyin bizga ikkinchi kerak bo'ladigani caffeine extensioni. Qaysiki? Caffeine. Bu extension sizlarda laptoplaring, misol uchun sizlar kofe ichayotgan paytlaring, qo'pol tushunsak shunaqa bo'ladi. Kofe ichayotgan paytlaring notebooklar ekrani doim yoniq turishi. Sizlar buni yoqib qo'ysanglar, kofeni ichaverasizlar yoki o'sha bemalol boshqa ish qilaverasiz, ekrani yonmay o'chmay turadi. Misol uchun YouTube'da video yoki musiqa eshitayotgan paytlaringga ancha foydali. Va bizda uje kafein ham o'rnatildi. Bizda hozircha ko'rinmadi kafein. Mana kafein bizda chiqdi mana. Ko'rdinglar? Endi qaranglar. Bizda extensionga kiramiz, kafein nastroykasiga kiramiz. Mana settingsga kirib turib, bu yerdan biz aytamiz, qaranglar. Bizda qaranglar. Display qayerda chiqsin? Display ekranda chiqib tursin.
always bo'lib tursin, mana ko'rindi va biz buni istagan joyga to'g'rilab qo'ya olamiz. Qaranglar, mana istagan joyga biz mana oxiriga chiqarib qo'yamiz va boshqa timer, boshqa narsalarni o'zlaringiz qo'shib olsanglar bo'ladi bu qismiga. Mana biz yoqib turib kafeni yoqib qo'ysak, ekran doim yoqib turadi. Va keyingisi bizda logo menu. Bu shunchaki fun, shunchaki qo'shimcha va maza qilish uchun. Logo menu. Da birinchisi va buni biz install qilamiz. O'rnatamiz. Bizda mana Ubuntu chiqdi. Qaranglar, logo menu bor va biz bu yerdan bemalol uni Apple ga o'zgartirib qo'ya olamiz. Mana qaranglar, misol uchun, Apple yo'q ekan bizda. Nix bor, mana Fedora, Debian, Manjaro, Pop, Ubuntu, Arch ham bor ekan, OpenSUSE, Raspberry Pi, Kali va boshqalar. Mana bu aniq esimda yo'q. Qarang, shu Red Hat ham bor ekan. Shu bizda mana Ubuntu tursin va biz buni bemalol rang-barang qilib va yoki mana bunday konfiguratsiya qila olamiz, kattalashtirib, kichiklashtirib. Va endi qaranglar, bizda ikkinchi eng asosiy kerak bo'ladigan extensionlardan biri bu Blur My Shell. Bu extension sizlarga nima foyda beradi? Qaranglar, misol uchun chiqaruvchi chiroyli tashlaydi-da, shunaqa qo'polga tushuntirib qo'yadi, maza qilib ishlatasizlar. Silliq ishlashiga yordam beradi. Mana bizda Blur My Shell install bo'ldi. Qaranglar, orqa fonni ko'ryapsizlarmi? Oldin qora edi bizda. Hozir qanaqa bo'ldi? Yo'q bo'lib qoldi. Mana bu ham bizda dumaloq shaklga keldi. Va endi biz Blur My Shellni konfiguratsiya qilamiz. Qaranglar. Bu yerda panel, tepadagi panelni to'g'rilaymiz. Qaranglar, qaysiki dynamic bo'lsa, rasmga moslashib rangi o'zgaradi. Va brightness yuqori qilib turib, biza transparentni yuqori qilsak bo'ladi. Mana biz pastga tushirsak, bizda orqa fonni o'zini ko'rsatib turadi, tepaga chiqarsak, bizda sal blurroq qiladi. Va bu yerda bo'ldi. Overview bu shart emas. Chunki overview bu mana bu extension qaranglar. Mana bu qismida blur qilib turishi, misol uchun men mana bu yerda boshqa ekran ochib turibman va bu yerda boshqa ekran ochib tursam, qaranglar, bu qism boshqacha, bu qism boshqacha. O'sha qismlardan foydalaniladi. Chiqib ketibmiz qaytadan. Va keyingisi bizda qaysi? Qaranglar, overview dash bor. Dash bu pastimizdagi dash va bu ham dynamic bo'lsin. Sigma blurlik versiya, blurlik holati bizda 0 qilib qo'ysanglar, sal yaxshiroq ko'rinadi. Va brightness bizda yorug'ligi bizda adashmasam oxirigacha qilib qo'ysak yaxshi. Qaranglar, endi bizda muammocha bor, qaysiki background style bor. Qaranglar, mana bizda background ikki xil ishlayapti, chiziq ham bor. Chiziqni yo'q qilish uchun biz mana buni transparentda tursa, transparentda turibdi. Mana bizda bu ham tayyor va applicationlarga bu yerda bemalol qo'shsanglar bo'ladi. Qaysiki mana blur bo'lib qoladi. Qaranglar. Hozir bu yerda ochsak, mana qarab turinglar. Hozir men sigmasini ochiraman sal va blur on overview qaranglar mana. Yo'q, desam ishlamadi. Mana default blurni yoqdim, menda hamma application o'zi avtomatik blur bo'lib qoldi mana. Ko'rasizlar? Shu. Bu qolgan narsalar bizda shart emas. Plank o'zi mana konkilar bor ekan, bular qolgan shart emas. Endi biz keyingi o'rnatishimiz kerak bo'lgan kontentlarni, kerakli bo'lgan toollarni yana aytamiz. Bizda qaranglar, shunchaki kayfiyat uchun bu o'zimdan sovg'a sizlarga. Ko'pchilik ishlatadi buni, Linux foydalanuvchilari. Menda lekin Runcat bor, qaysiki bizda mushukni yugurishi vashcha zo'r chiqqan bu. Qaysiki sizlarni CPU-laring, prosessorlaring qanchalik ko'p proses bo'lsa, bizda mushuk tezroq yuguradi. Mana boshlaydi biz ishini. Va qolgan narsalarni hozir bizda content o'sha hozirgisi extensionlar haqida bo'lsa, endi biz applicationlarga o'tamiz. Va men bu pauza qilib turaman, keyin content ulab olaman. Demak, bizda endigi content applicationlar o'rnatish haqida bo'ladi, programmalar o'rnatish. Va programmalar o'rnatish juda ehtiyot bo'lish kerak. Bizda qaranglar, birinchi Ubuntuning o'zini App Center degan qismi bor, qaysiki Debianlar uchun applicationlar shu yerda topiladi. Va biz misol uchun Visual Studio Code'ni mana Visual Studio bilan qaranglar, Visual Studio bilan kodni farqi bor. Visual Studio Code bilan ikkalasining farqi bor. Va biz buni o'rnatib olamiz keyinchalik. Va mana hozir o'rnatib ko'raylik. Parol so'raydi, authenticate qilsak bizda o'rnatib boshlaydi. Va bizda Telegramni ham shu yerdan topsak bo'ladi. Qaysiki stabil versiyalari. Bu ham o'rnatyapti. Endi qaranglar, bizga kerak bo'ladigan yana boshqa narsalar bor. Misol uchun ayrim applicationlar o'rnatishda muammo bo'lishi mumkin va uni o'rnatishni sizlar ChatGPT dan foydalangan holda yoki YouTube dan kontent ko'rib ehtiyot bo'lib o'rnatinglar, chunki bizda ko'p programmalar oxirigacha support qilmaydi.
demak bizda sal muammocha bor. Bu ekranni biz bu yoqqa o'tib olamiz. Mana. Va orqa fon ketmay qoldi. Da. Endi qaranglar. Bizda applicationlar shunaqa o'rnatsak bo'ladi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li esa bizda mana Chrome o'rnatishni o'rganamiz. Chromedan foydalanib mana qaranglar. Chrome deymiz. Bo'ldi, qaranglar. Chrome for Ubuntu. Chrome for Ubuntu. Mana setup. Bitta bosamiz va qaranglar. Download installer. Men installerni yuklab olishim kerak. Va qaranglar. Qani bizda download installer? To'taylar. Download Chrome for Ubuntu. Bu operatsion bu brauzerdan foydalanish maslahat bermayman, lekin bo'ladi, bundan foydalansanglar ham. Qaranglar. Bunga kiramiz mana. Download bosamiz. Bizda Debian Ubuntudan foydalanamiz va accept and install ni bossak bizda yuklab olish boshlandi. Va biz terminalni ochamiz, qaranglar. Terminalni ochamiz. Terminaldan cd deymiz, downloads ga o'tib olamiz. Qaysiki bizda hozir Chrome shayga tushadi, yuklanadi. Mana bu ls qilib ko'rsak bizda mana. Bizda yuklanyapti. Bu yuklab beruvchi, bu tayyor bo'layotgan faylimiz. Va biz endi qaranglar. dpkg package-ni biz o'rnatishimiz kerak. idimiz va hozirgi Chrome tanlaymiz. Qaranglar, hozir papkani ichidagi Google Chrome stable current mt64.deb va bizda hozir o'rnatilayotgan payti sizlar bu qism turib tursa hozir va bu yuklab bo'ldi. Mana yuklab bo'lgandan keyin bu enterni bossak biza muammo chiqdi, qaranglar. Da. Biza tpkg apt install to'taylar. Mana tepani bosib turib, shunday bosib turib, endi tpkg voy, yana o'tib ketib qoldi. Qaytadan o'tib olamiz. Apt install. Yo'q, o'xshamadi. Tinchgina bunday qilamiz. Men o'zimcha terminaldan yaxshi foydalanib aytmoqchi edim, o'xshamadi. Enterni bosamiz mana. Bizaga ochib berish kerak edi. Appdan mana Google Chrome ochdi mana. Biz bosgan paytimiz shu yerda ochdi. Biz installni bosamiz, bizda o'rnatib beradi. Qaranglar. Google'ni o'rnatib beradi va biz Telegramni joylashtiramiz. Mana bu yerga kerakli applicationlar qo'yib olamiz mana va keraksizlarni bu yerdan yo'qotib olamiz. Qaranglar. Misol uchun help shart emas va biz boshqa narsalar, misol uchun trash, boshqa narsalarni yo'qotish uchun bu yerda configure doc behaviordan include bularni qo'shib olsak bo'ladi mana. Va bu turaversin shart emasmi yo'q? Mana misol uchun trash berib turish mumkin. O'zingiz qo'shib olasiz ekan. O'chirib qo'yamiz mana. Hammasini bizga chiroyli holatga keltirib beradi. Va bizga Google Chrome ham o'rnatildi, brauzer ham уже tayyor. Va videomizning keyingi parti boshlanadi. Qaysiki ikonlar o'rnatish Ubuntuga. Demak, biz OBS dan pauza qilamiz. Demak, bizda 3-section davom etyapti. Qaysiki endi ZShni terminalimizni konfiguratsiya qilamiz va ozroq mavzular o'rnatamiz. Qaranglar, birinchi bizlar uchun bizga terminal kerak. Terminalga kirib olamiz va terminalni biz dashga qadab qo'yamiz. Va OBS dan chiqib ketamiz, kerak narsalardan chiqib ketamiz va qaranglar. Endi chiqib ketsak, biz endi o'rnatishimiz kerak bo'lgan narsa qaranglar. Birinchi sudo apt update, chunki bizda yangi ilovalar o'rnatildi. Biz update qilsak, men o'zim parolni yozib qo'yibman. Enter bo'lsak, bizda mana update qilib bo'ladi. Mana qilib bo'ldi. Endi biz endi nima qilamiz qaranglar. Sudo apt install zsh. Zsh bu o'sha terminal uchun как ilova, terminal boshqacha varianti. Va biz buni o'rnatib olamiz. Qaranglar. Men o'zim to'liq foydalanishni o'rgataman. Biz endi bu zshni o'zimizni asosiy anomimizga aylantirib olamiz terminalimizga. Buning uchun biz cs qilamizda, chish deymiz. Chish desak o'zbekcha shunaqada. Va bu yerga s deymiz. Qaranglar, chiziqcha s deymizligini biz asosiy terminalga o'zgartiramiz. Mana bizda which bo'ladi, qaysiki
zh bo'lsin, mana enterni bossak bizada asosiy terminalimiz zh ga o'zgaradi. Va biz mana bu terminalni qalay aytamiz, biz nastroykasiga kiramiz. Mana bu terminalni o'zimizga nomlab olamiz, qaysiki bizda rename qilamizda, misol uchun Solijon deb nomlab olamiz va terminalga qaranglar. Ozroq bu yerdan mavzularni o'rnatsanglar bo'ladi, qaysiki misol uchun orqa fonini yo'qotsanglar bo'ladi misol uchun va rangini ham aynan gnomdan emas, boshqa ranglardan foydalansanglar bo'ladi. Mana tango deymiz. Endi qaranglar. Birinchi kirgan payti bitta komandani yurgizsin, qaysiki as login mana custom command qaysiki zh ni birinchi yurgizsin va biz buni saqlab chiqib ketadigan bo'lsak, biz mana qaranglar. Biz chiqadigan bo'lsak, bizda qayta kirgan paytimiz bizda avtomatik zh terminalga o'zgaradi, ko'ryapsizlar va enterni bosib biz mana zh ga o'tdik. Va biz exit ni bossak, bizda mana chiqib ketadi, qaranglar. Mana zh ga kiryapti har safar. Faqat bizda bitta muammo bor deyapti. Qaysiki zrc ni to'g'rilab chiqyapti. Biz endi qaranglar. Clear qilamiz. Biz birinchi touch deymiz. Hozirgi papkamiz ichidan biz yangi zhrc degan papka o'sha element yaratib olamiz. Papkami bu qani biz nima yaratildi hozir ko'ramiz. Qaranglar, bu yerda control h ni bossanglar chiqadi mana. Bizda chiqdi mana bash rc, mana zhrc bizda 0 byte bo'lib turibdi va biz bu yerga konfiguratsiyamizni yozishimiz kerak. Bizga endi qaranglar, git kerak bo'ladi. Ilovalardan qaranglar, sudo apt install git birinchisi, keyin nano, ikkinchisi, keyin wget, keyin curl, keyingisi bizda neo fetch ham kerak. Shunchaki chiroy uchun va parolni terib biz o'rnatib olamiz kerakli o'sha ilovalarni, как applicationlarni. Bizda o'rnatilyapti, mana o'rnatib bo'lindi deyarli. Endi o'rnatib bo'lindi. Qaranglar. Endi biz hozir mana bu ana orqali men bu yerga yozaman hozir noldan. Qaysiki bu anoda nima edi? Bu kodni sizlar topib olsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga qayerdan topishni aytaman, qaranglar. Google browserga o'tib olamiz, kirib olamiz. Mana o'zini Google browser o'zining anosini qo'ydi bu yerga konfiguratsiyasini va default browser qilgan holda davom etamiz. Biz hozir sign in qilmasdan turamiz va kod qilib turib, qaranglar, bu yerga aytamiz. OMZ degan narsa bor, qaysiki my zh for Ubuntu deymiz. Mana bizga birinchi veb-sayt chiqib keladi, qaranglar. Endi mana my zh veb-sayt chiqib keldi. Bizga bu yerdan install ni tanlaymiz, o'rnatishimiz kerak. Qaysiki mana shu linkni biz nusxalab turib, qaranglar, nusxalab turib, bu yerga o'rnatadigan bo'lsak, biz mana tashlaydigan bo'lsak, bizga zh uchun my zh degan как o'sha konfiguratsiyaga bo'ladigan yangi terminal o'rnatib beradi. Va biz bu yerga parolni terib turib, mana my zh ga o'rnatib olamiz. Va bizda sal chiroyliroq bo'ldi. Endi qaranglar. Biz mana bu tinchgina buni txt da ochsak bo'ladi o'zi aslida. Mana bizda 4 kilobaytga o'zgardi, qaranglar, ma'lumotlarimiz. Mana bizda bu konfiguratsiyasi qaysiki biz o'zgartira olamiz shu orqali. Biz mana yerda qaranglar. Nano deymiz, qaysiki hozirgi papkani ichidagi zhrc ga o'tib olamiz. Kirganimizdan keyin bizda qaranglar. Mana export bu asosiy zh, mana shu o'zgargan. Zh temasi Ruby Sales bo'lib turibdi. Qaranglar, Ruby Results bo'lib turibdi. Results va qaranglar. Endi biz nima qilishimiz kerak? Bu yerdan kerakli anavilar komandalarni chiqarishimiz kerak. Qaysiki qaranglar, pluginlar o'rnatishimiz kerak bizga. Pluginlar. Mana plugins degan joyga. Bizlar to'xtanglar, pluginlar. Endi qanday o'rnatamiz uni? Biz kelamiz, qaranglar. Dokumentatsiyasiga o'tamiz. Mana pluginsga o'tamiz. Uzr. Qayt yo'qot. Mana pluginsga o'tamiz. O'tsak bu yerda qaranglar. Bizda kerakli pluginlar bor. Biz просто tak pluginni qo'shib qo'ysak ishlaydimikan yo o'rnatishimiz shartmikan? Misol uchun menga kerak hozir autofill kerak. U a'larda bo'ladi, mana qaranglar. Qaysiki bu yerda adashmasam yo'q ekan. Autojump, AWS, Azure. Qani edi? Mana yerda git yozilgan birinchisida. Git yozilgan, endi to'xtanglarchi, mana yerga yozib ko'ramiz. Misol uchun belgisiz syntax highlighter syntax highlighter. Endi Ctrl X ni bosib turib yes ni bossak bizda saqlaydi. Endi qaranglar. Source deymiz. Source hozirgi anomimizni o'zgartgan anomimizni ishga tushirib olamiz. CHRC ni.
RC ni. Bizda syntax highlighter topilmadi deyapti. Qaranglar. Endi uni qanday o'tamiz biz hozir? Bitta plugin topamiz. Syntax deymiz. Enterni bossak bizda to'xtanglar, bu yerdan topmaylik, shu yerda adashmasam bo'lishi kerak. Mana. Aha. U adashmasam Zeshnika anosi, biz adash chalkashimiz biza qaysiki? Bunday qilamiz. Tinchgina. How to install plugins on my Zesh deymiz. Mana bo'ldi. Mana nastroyga qo'yish, to'xtanglar, mana bu yerdan kiraylik. Mana. Bizda adashmasam shu yerda bor. Repository clone qilib degan, mana shu yerda adashmasam bor. Endi qaranglar. Bu yerda aytyapti, mana biz install qilib oldik. Endi pluginlarni qo'shishni aytamiz. Qanday plugin qo'shamiz biz? Pluginni qanday qo'shamiz biz? Sharmanda qildik-ku. Hozir. Bizda plugin qo'shish uchun o'rnatib o'sha shartimiz topadi. Bizda balki bordir mana bu. Qani pluginlar? Voy ko'rsatman. Mana bundler, git, totem, syntax highlighter chiqmadi bizda. Qaytadan chiqamiz endi to'xtanglar. Nano deb turib, nanoga kirib turib, qayta kirib turib, shu yerdan biz edit qilishimiz kerak. Qaranglar. Pluginlarning ichidan bizda men hozir o'zim notebookda ko'rib olayda qaysilar edi. Demak, nano tan ichidagi ZHRC mendagi hozir autofilmida qanaqa ma'noda history bor ekan. Test qilib ko'raylikchi, biz history ishlaymikan bizada. Qaranglar. Mana tarix ishlaydimi ekan. Biz bu by default o'rnatilib kelish bilmayman-da men. O'rnatib kelam boshqa narsami? Yes. Bitta chiqib ketib qaytib kirsak ham bizada ishlaydi mana. Da ishladi. History ishladi. Qaranglar. H ni bosib turib enter bossanglar, sizlar oxirgi foydalangan aloqalar chiqib keladi. Bu shuncha foyda berish uchun pluginlar. Qaytadan endi nano deymiz. Zesh RC ga o'tib olamiz va bu yerdan bizga kerakli yana qaysilar bor qaranglar. Zesh auto suggestions bor ekan. Va Zesh bilan boshlanar ekanda bizada. Aynan ana emas ekan. Mana qaranglar. Zesh auto suggestions va Zesh syntax highlighter hatta ZH va Ctrl X yes va source qaranglar source nima edi bizda ZHRC bizda to'xtang not found hali not found wow o'rnatilish haqida menda alano yo'q ZH nima edi topib ko'ramiz qaranglar qaysi edi to'xtanglar hozir men GPT dan so'rayman bu qismini da mana bizada git clone qilishimiz kerak ekan qaysiki zh users degan kanalda bor ekan github.com zh users degan repo bor ekan как ana bor ekan va bu yerda qaranglar zh mana auto suggestions biza bu yerdan qaranglar foydalanish yo'li adashmasam shu yerda bor mana buni nusxalaymiz yana bunisi emas c install md mana o'rnatish jarayoni haqida dan kelamiz mana git clone qilamiz my zh o'rnatyapmiz biza bu yerga tashlaymizda internetda bosamiz bizda pluginlar ichiga o'zi kerakli joyga install anaqa beryapti endi biza source deb turib qaytadan ishga tushirib ko'ramiz source qaysiki ch hozir topganchidagi CHRC highlighter endi highlighter topilmadi yaxshi bizda auto ishladi endi biz qaysiga o'tishimiz kerak qaranglar syntax highlighting o'tishimiz kerak va bu yerda bizda installation anosi bor adashmasam install md dan bizada boyagi qismi mana in your zhrc bizda qani highlighter clone the repository mana shuni nusxalab olamiz va biz bu yerga tashlab internetda bosamiz bizga kerakli joyga tashlab beradi va biz source ni bosib turib boyagi qismni tashlasak mana bizni hali ham syntax highlighter ishlamabdi chunki qanaqa yozilyapti highlighting ekan yoki highlighting ekan uzr shakashib ketib qolgan
demak nano deymiz mana. Qaranglar, nano degan paytda oldida anavi chiqyapti, suggestion chiqyapti mana qaranglar. Bizda aytyapti qanaqa nima bo'lishini. Biz tabni bossak, bizda mana o'ng knopka bossak, biz to'ldirib beradi. Biz enterni bosib turib, bizda mana yerda highlighter emas, nima deymiz? Da, ko'p vaqt ketadi. Highlighting Ctrl X, yes va source qaranglar. Buni bosamiz, enter bosamiz, bizda ishladi. Yaxshi. Endi bizga buning uchun nastroyka o'rnatamiz qaranglar. Power level 10K degan narsani o'rnatamiz qaranglar. Power level qaysiki biz chiroyli qilishimiz kerak. Power level 10K for ZH uchun power level 10K demak mana bunisiga kiramiz. Birinchisiga endi qaranglar qanday o'rnatadi bizda bunda qanaqa o'rnatamiz bizda. Kelamiz. Birinchi deyapti. 9K ham bor ekan. Yaxshi. Bizda getting startedda install recommended font deyapti. Birinchi fontni o'rnatib olyapti. Birinchi maqolada. Biz regulardan foydalanamiz. Low JSNF ni tortib olamiz va bu yerda bizga yuklab berdi. Biz ochamiz va yerda install ni bosamiz. Bizda kerakli font o'rnatildi. Endi orqaga qaytamiz. Fontni o'rnatib oldik biz va mana endi qo'shildi. Endi biz power level tenga o'rnatishimiz kerak qaranglar. Qanday o'rnatamiz buni? Endi qaranglar. Bizda install power level 10K itself. Mana buni nusxalaymiz va bu yerga biz enterni bosib qo'yamiz. Bizda o'rnatib berdi. Endi biz yana nanoga o'tamiz. Qaranglar. Nano deymiz. ZHRC ga o'tib enter bosamiz va mana bu yerda ZH nastroykasini temasini nima qilamiz qaranglar. Aytamiz. Power level 10K ichidagi power level 10K va Ctrl X bosib, yes bosib enter bosadigan bo'lsak, bizda adashmasam source CHRC qilsak ishlaydi va bizda konfiguratsiya qilamiz qaranglar. Demak, ko'rinyaptimi deyapti. Mana bu diamondga o'xshab ko'rinyaptimi deyapti. Rotate square. Bizda ko'rinmayapti. Bu ham ishlamayapti. Demak, bizda fontlar yaxshi ishlamayapti qaranglar. Biz qaytadan qilamiz. Endi fontlar ishlamadi bizda. Install recommended font. Qani bizda o'tib olamiz. Install recommended font. Bizda qaranglar, nerd font kerak edi bizda, adashmasam. Meslov. Hozir bizda aynan o'sha fontdan foydalanmaymiz bizda. Nerd font. Mana nerd font desa bizlaymiz qaranglar. Birinchi chiqdi mana. Buni nusxalaymiz nerd fontlarni. Bu nerd fontlarda ikonlar bor-da. Qaranglar, nerd font bu birinchisi, bu ikkinchisi. Bizga qaysi kerak bizga? Voy yaramas. Bizga prosta nerd font kerak, o'zi kerak-da. Prosta yuklab bermaymi ekan bu yaramas? Yaxshi, prosta yuklab bermaydi ekan. Biz hozir qaranglar, bu yerdan nimani yuklaymiz hozir? Fira, qaranglar, Fira ga oid Fira kodni yuklaymiz mana. Yuklanyapti bizda. Yuklab bo'lgandan keyin biz buni o'rnatishimiz kerak. Bizda downloadsga tushadi mana. Yuklab bo'ldi. Ustiga bitta bo'lsak, bizga eshik ochib beradi va biz Fira code, bold bizga qaysi kerak? Medium yoki regular kerak deylik. Maytga qaranglar. Regularni yozsak, bizda chiqadi mana birinchisini enterni bosib turib. Nerd install qilamiz va biz ushbu jarayonni qaytadan boshlaymiz qaranglar. Va biz source ZHRC qilib tursak, bizda qaytadan chiqarib beradi. Demak, power level topilmadi deyapti. Demak, bizda yaxshi. Biz o'chirib tashlab qaytadan o'rnatishimiz kerak. Va qanday power levelni konfiguratsiya qilamiz biz hozir? How to configure power level 10K ekan. Demak, konfigure qilish uchun deyapti. Qaranglar. P10K ni bosib konfigure qilasiz deyapti. Demak, P10K configure deymiz. Mana to'rtburchak square ko'rinyapti endi bizda. Ko'rindi. Yes va deb ishlayapti. Va bu ham ishlayapti. It's pointing at birni ustidan turibdi. Qaranglar. Endi biz kerak narsadan chiqib ketamiz. Hozir chiqib turamiz. Qaranglar. So'rayaptiki,
ikonlar ko'rinyaptimi deyapti. Ha, ko'rinyapti. Yaxshimi deyapti. Yaxshi. Aha, bizga ikkinchisi yaxshi bizada. Chiroyliroq. Men shunga yoqadi. Siz o'zingiz to'g'rilab olasiz keyin bemalol. Va bu yerda birinchi Unicode yaxshi bizga va darker bo'lsin, uchinchisi va soat 24 soat formatida va angled bo'lsin, flat uch qismi bizada flat emas, bizda uchburchak bo'lsin va buning uchun sharp 3 dan foydalanamiz va bizda keyingi qismi blurred bo'lsin, orqa qismi bizada flat bo'lsin, oddiy va bitta line bo'lsin, ikkita line bo'lsin, bizada ikkita line bo'lsin. Ulangan bo'lsinmi, mana bu ikkita anosi, ulanmagan bo'lsin, bizada nuqtalar orqali ulangan bo'lsin, chiroyli chiqadi va bizda chap, o'ng, nima bu qaysi promptity frame. Qayerdan yozilsin deyapti promptity bizada. No frame, left, right, bizada full. To'rtinchisi yaxshi full chiroyli ekanda. Compact bo'lsinmi yoki ajratib tursin bizada compact bo'lsin. Few icon, main icon, iconlar kam bo'lsin, ko'p bo'lsin. Ko'p bo'lsa chiroyli chiqadi, maza qilasiz. Fluent bo'lsinmi yoki consistent. Bizada ikkinchisida endi bu yes bo'laversin, bu aytib o'tirmay, demak verbose, quiet verbose qo'llanamiz. Demak yes bo'lsangiz bo'ldi bizada chiroyli bo'ldi mana. Qalay? Bizada mana shu terminal. Endi biz neo-fetchni bunday qilsak bizada shunaqa chiroyli narsalar hosil bo'ladi. Endi faqat biz endi qaranglar. Bitta narsa, biz hozir oddiy ZH terminalni konfiguratsiya qilib chiqdik. Qaranglar. Endi sizlarda yaxshi bitta xususiyatlardan bittasi kontentni cho'zamizmi deymanda, ConKey'ni ham konfiguratsiya qilib qo'shib qo'ysak bo'ladi. ConKey bu nima qaranglar. ConKey bu o'sha desktopdagi widget, bu shart emas, bu o'sha RAM bilan protsessorni ko'p ishlatilishini как zararli-da, shunaqa tushuntirsak. Bizada deyarli tayyor va kontent yoqqan bo'lsa, like, comment bosib ketinglar. Va ayrim muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin Telegramdan. Bemalol yordam berib o'rgata olaman kerakli narsalarni va bizda hammasi bu emas. Biz hali bemalol bundan ortiqcha konfiguratsiya qila olamiz va men o'z laptopimda ko'proq konfiguratsiya qilganman. Hozir bizda vaqt kam bo'lgani uchun shu holatigacha olib keldik. Demak, sizlarga rahmat, sog' bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar.